Bugun sotuvimizda ajoyib bo'lgan Xitoy spalni garnitimiz bor. Holatlar juda ham zo'r holat turibdi. Shkofimiz kursilar bo'ladi. Shkofimiz 6 eshikli ishlab chiqarilgan. Ikki yonlari avvalgi ko'rinishda, ishlarni ochib ko'rsataman. Ikki chetda veshilkalik, polkalik ishlab chiqarilgan. Eshiklar avvalgi ko'rinishda, o'rtalari veshilkalik ko'rinishda ishlab chiqarilgan. Sassenasi ideal holatda turibdi. Kravatimizga bitta e'tibor qaratinglar. Kravatimiz qanaqa chiroyli ishlab chiqarilgan. Bosh taraflari kojalik ko'rinishda va naqshlari hammasi ideal holatda turibdi. Matrasi yangi ortopedik matras. Ikkita tumbuchkamizga e'tibor qaratsanglar, avvalgi ko'rinishda prosta sassenasi ideal holatda turibdi. Spalni garniturimizni komotiga e'tibor qarating. Bu ham xuddi shunaqa avvalgi ko'rinishda, tortmalari, eshiklari sassenasi zo'r holatda, oynasi ham juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Komodimizni chesterimizga bitta e'tibor qaratamiz. 5 ta tortmadan iborat. Bu ham avvalgi ko'rinishda. Bunaqa spalni garnitur ham har doim tushirmaydi. Kimga kerak bo'lsa bizga bemalol murojaat qilinglar. Pastda telefon nomeri yozilgan. Narx qiziq bo'lsa, ushbu ko'rsatilgan nomerga telefon qiling. Shu narxlarda kelishtirib beramiz. Hammaga kattakon rahmat.